Bir toifa odam kelgan Rasululloh oldilariga. Ya Rasululloh degan. Bu paytdagi sahobalarning musobaqasi jannat bo'lganda. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jannatdagi maqomlarni boylar ilib ketyapti. Biz bilan birga namoz o'qiydi, biz bilan birga roza tutadi, keyin ular zakot beradi, haj qiladi. Bizda unaqa narsa yo'q. Ajri ularning ko'payib ketyapti. Nima qilamiz deganda Rasululloh ularga o'rgatganlar. Sizlarga bir narsa o'rgatib qo'yaymi? Shuni qilsanglar, buni qilmagan odamlar sizlarga maqomda yetolmaydi deganlar. O'rgating. Har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Shuni aytib yursanglar har namozdan keyin, bu ishni qilmagan odam sizlarga teng bo'lolmaydi jannatda. Buni eshitgandan keyin bular xursand bo'lib ketadi. Bu gapni boylar ham eshitib qoladi. Rasulullohning gaplari yerda qoladigan gap emas. Keyin boylar ham bu ishni qilgandan keyin kambag'allar yana keladi shikoyat qilib. Ya Rasululloh, ana aytgan gapingizni boylar ham eshitib qopti. Uni ham qilyapti, nima qilamiz deganda, zalika fadlulloh yu'tihi man yasha degan. Bu endi Allohning fazli, xohlaganiga beradi. Boy bir qadam oldinda turadi. Jannatga kambag'al birinchi kirishi mumkin, lekin darajatda boy baland turadi. Chunki boy bo'lmasa ahli ilm chiqmaydi. Boy bo'lmasa tolibi ilmlarni pulini hech kim qaramaydi. O'sha haqiqiy Xudodan qo'rqqan boy bo'lmasa yetimlarning boshini hech kim sinamaydi. Kambag'al qanaqa yetimga qaraydi? To'g'rimi?